pul, baxt, sog'liq qaysi birini tanlagan bo'larsiz? Sog'liqda birinchi o'chirdi. Sog'liq. Birinchi sog'liq bo'lmasa pul bo'lmaydi. Sog'liq bo'lsa mol dunyo o'zidan o'zi oqib keladi. O'zimdan qiyosda bir qizim 11 yil yashadi, befarzand o'tdi. Mol dunyo bisyor yetkazdim. Farzand bo'lmadi, ajrashib ketdi. Boshqa tegdi, farzandli bo'ldi 15 yil. Lekin meni sog'lig'im ketib bir tomonim ishlamay yotib qoldim. Kimga qiyin? Baxt ana shunday bo'ladi. Qiyinchilik bilan iborat. Hozir sizda qancha qarz bor? Alhamdulillah qarzim yo'q. Yo'q. Qarzga olib yemayman. Iloji bo'lsa yemay qo'ya qolaman. Qarzga olgandan hech narsa olmay qo'ygan yaxshi. Sizga hozir $10,000 pul taklif qilsam, bitta qo'lingiz menga sotgan bo'larmisiz? Hech qachon. Bu qo'lim bor-ku, necha ming topadi kerak bo'lsa. Pul kerak. Pul ham kerak, qo'l ham kerak. Yotib qolganda bildim. Faqat do'zaxga kirmadim xolos. Bu dunyoga borib kelmadim-da. Bu dunyoni hammasini ko'rib keldim. Qarang, siz qiyinchilik ko'rgan ekansiz, sog'lig'ini qadriga yetmay, uyda xotinini puliga ishlatib qo'yib, bozorda ishlatib qo'yib yurgan erkaklarga biroq siz Unaqa erkaklarni erkak hisoblamayman. Ayoldan xarob hisoblayman. Erkak kishi boshida do'ppi bormi, ayolni uyga o'tirg'izib qo'yib topish kerak. Kerak bo'lsa mana ko'ryapman-da internetda, oyog'i yo'qlar qo'li bilan yuradi. Lekin o'shalar ham bor, arava sudrab o'tin terib kelyapti. Ular ham erkak-ku. Boshida do'ppisi bor erkak, haqiqiy erkak ayol kishini uyda qo'yib pul topadi.